Reklama bor, trafik bor, lekin sotuvlar yo'q. Tanish holatmi? Sababi oddiy. Mijozlar to'g'ri yo'naltirilmagan. Sotuvlar prognozi aniq ketma-ketlikdan iborat. Ya'ni reklama, qiziqish, so'rov, maslahat, taklif va keyin sotuv. Har bir bosqichdan qancha odam o'tishini bilsangiz, natijani oldindan aytib berish mumkin. Tushunmadingiz-a? Endi tushuntiraman. Masalan, 1000 ta ko'rdi, 100 ta qiziqdi, 20 ta so'rov, 8 ta konsultatsiya va 3 ta sotuv. Ko'proq sotuv xohlaysizmi? Reklamaga ko'p pul sarflash shart emas. Mijozlar qayerda yo'qolayotganini bilsangiz bas. Sotuv prognozi bu omad emas, bu tizim va raqamlardir. Raqamlar bor, reja bor, tizim bor va natijada biznesda o'sish bo'ladi. Yuqorida keltirilgan muammolarga bizda yechim bor va biz shu yechimlar bilan ko'plab kompaniyalarga yordam berganmiz. Endi esa sizning galingiz. Mijozlaringiz qayerda yo'qolayotganini bilish xohlaysizmi? Izohlarda Axel so'zini yozing.